Assalomu alaykum. Men hozir sizga bir duo o'rgatib qo'yaman. Bu Imom Ahmad ibn Hanbalning duolari. Bu duoni o'qib yursangiz, o'zingizga vazifa qilib olsangiz, Alloh taolo sizni hech qaysi bandaga muhtoj qilmaydi. Hech kimga ishingiz tushmaydi. Agar sizni bir hojatlaringiz bo'lsa, bir dunyo so'raysizmi, boshqa so'raysizmi, qanaqangi bir ishingiz bo'lsa, Alloh taolo shu ishni bitiradigan kishilarni o'zi sizni xizmatingizga solib qo'yadi. Allohdan boshqasiga, Robbingizdan boshqasiga muhtoj bo'lmaysiz, sarg'aymaysiz. Bu duoni o'rganib oling. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma kama sunta wajhi anis sujudi li g'ayrik fasunhu anil mas'alati li g'ayrik. Qaytaraman. Allohumma kama sunta wajhi anis sujudi li g'ayrik fasunhu anil mas'alati li g'ayrik. Ma'nosi: ey Allohim, yuzimni sendan boshqaga sajda qilishdan asraganingdek, sendan boshqadan yordam so'rashdan ham asragin. Alloh yordamchingiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.